Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiyasini bank kartasiga oladigan har bir inson uchun juda muhim, hatto xavotirli mavzuni tushuntirib beraman. Bu gap faqat pensionerlarning o'ziga emas, ularning farzandlari, nabiralari, qarindoshlari uchun ham tegishli. Chunki ko'p hollarda pensioner kishi kartadagi pulni qanday yo'qotganini keyin bilib qoladi, lekin o'sha paytda kech bo'lgan bo'ladi. Agar sizning onangiz, otangiz, buvingiz yoki bobongiz pensiyasini kartaga olsa, bu videoni oxirigacha ko'ring va albatta ularga ham yetkazib qo'ying. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men bu yerda oddiy tilda, lekin mutaxassis sifatida eng muhim xavflarni, yangi tartib va amaliy holatlarni, nima qilish kerakligini batafsil tushuntiraman. Avvallari ko'pchilik pensionerlar pensiyani naqd pul shaklida olar edi. Pochtachi uyga olib kelardi yoki odamlar belgilangan joyga borib pulini olardi. Bu usulda ham muammo bor edi. Navbat, kechikish, uyda bo'lmaslik, naqd pulni yo'qotish, begona odamlar ko'rib qolish kabi xavflar. Lekin bir tomondan odam pulni qo'lga olardi, sanardi. Hammasi tushunarli edi. Hozir esa pensiya ko'proq bank kartasiga tushadi. Bu zamonaviy, qulay, navbat kam. Istalgan bankomatdan yechish mumkin, do'konda to'lash mumkin. Lekin mana shu qulaylik bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Eng katta yomon xabar shuki, karta qo'lingizda bo'lsa ham pulingiz xavfsiz degani emas. Karta raqami, SMS kod, PIN kod yoki mobil ilovaga kirish ma'lumotlari begona odam qo'liga tushsa, pensionerning bir necha oylik puli bir necha daqiqada yechib olinishi mumkin. Bank kartasi orqali tushgan pensiya bo'yicha ayrim holatlarda avtomatik yechimlar, qarzdorliklar, ijro hujjatlari, aliment kredit, kommunal qarz yoki sud qarori bilan bog'liq ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Odamlar ko'pincha bu mening pensiyamga unga hech kim tegmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa hamma holat bir xil emas. Qonunda pensiya to'lovlarini himoya qiladigan normalar bor, lekin qarzdorlik, sud hujjati, ijro ishi yoki bank oldidagi majburiyatlar bo'lsa, bank yoki tegishli organlar hisob varaqdagi pul harakatiga ta'sir qilishi mumkin. Aynan shuning uchun pensioner kartasini nazoratsiz qoldirish juda xavfli. 3-o'zgarish. Kartalar muddat tugaydi. Karta bloklanadi. Bankomat pul bermaydi. Mobil ilova ishlamay qoladi. SMS xabarnoma ulanmagan bo'ladi. Odam esa pensiyam tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pensiya tushgan bo'lishi mumkin. Targan, lekin karta muddati o'tgan, karta bloklangan yoki boshqa texnik sabab bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun hozir pensioner faqat pensiya tushishini kutib o'tirmasligi, kartasini ham kuzatish kerak. Eng avvalo, pensiyasini kartaga oladigan, lekin telefondan, SMSdan, bankomatdan yaxshi foydalana olmaydigan pensionerlar alohida ehtiyot bo'lishi kerak. Masalan, 72 yoshli opa har oy 1 million 200 ming so'm pensiya oladi. U karta PIN kodini qog'ozga yozib, kartaning g'ilofida saqlaydi. Bozorga borganda sumkasini yo'qotadi. Karta ham, PIN kod ham bir joyda. Natijada begona odam bankomatdan pulni yechib oladi. Opa keyin bankka boradi. Lekin bank PIN kod bilan yechilgan. Siz kodni saqlashingiz kerak edi deb tushuntiradi. Bunday holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Ikkinchi xavfli guruh telefoniga kelgan kodni boshqalarga aytib yuboradiganlar. Hozir firibgarlar bankdan qo'ng'iroq qilyapmiz. Pensiyangiz blok bo'lib qolgan. Kartangizni yangilash kerak. Kompensatsiya chiqdi. Davlatdan qo'shimcha to'lov bor. Sizga yordam puli beriladi deb aldashadi. Keyin karta raqami, amal qilish muddati, SMS kod, pasport ma'lumotlarini so'rashadi. Oddiy misol, pensioner amakiga qo'ng'iroq qilishadi va sizga 6 ming so'm qo'shimcha to'lov tushadi. Tasdiqlash uchun SMS kodni ayting deyshadi. Amaki kodni aytadi. Firibgar esa o'sha kod orqali mobil bankka kiradi yoki onlayn to'lov qiladi. Bir necha daqiqada kartadagi 2 million so'm yo'qoladi. 3-guruh kredit, qarz yoki sud ijrosi bo'yicha muammosi bor pensionerlar. Masalan, pensioner kishi avvalroq telefon uchun bo'lib to'lash shartnomasi qilgan, keyin to'lay olmagan yoki farzandiga kafil bo'lgan, farzandi kreditini to'lamagan yoki kommunal qarz sudga chiqqan. Bunday vaziyatda pensioner men qarz olmaganman, faqat kafil bo'lganman desa ham hujjatlarda uning majburiyati bo'lishi mumkin. Natijada pensiya kartasiga tushgan mablag' bilan bog'liq cheklov, ushlab qolish yoki hisob varaq bloklanishi kabi holatlar paydo bo'ladi. Bu yerda hamma narsa hujjatga bog'ladi. 4-guruh kartasini farzandiga, qo'shnisiga, tanishiga berib qo'yadiganlar. Men amaliyotda ko'p ko'rganman. Pensioner bolam bankomatdan yechib kelib deb kartani beradi.
Birinchi oy to'g'ri yechib keladi. Ikkinchi oy ham. Keyin asta-sekin 100 ming, 200 ming so'm kam beradi. Pensioner sezmaydi yoki uyat qilib so'ramaydi. Oxirida katta janjal chiqadi. Karta sizning nomingizda bo'lsa, uning barcha harakati uchun avvalo siz javobgar bo'lasiz. Ishonch yaxshi, lekin nazorat undan ham yaxshi. Nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin bo'lganlar kimlar? Karta PIN kodini hech kimga aytmaydigan, SMS xabarnomani yoqqan, pensiya tushgan kun balansini tekshiradigan, mobil bankdan ehtiyotkorlik bilan foydalanadigan, qarzdorliklari yo'q yoki bor bo'lsa ham qonuniy tartibda hal qilgan pensionerlar nisbatan xavfsizroq. Lekin baribir hech kim men bilan bunday bo'lmaydi deb o'ylamasligi kerak. Firibgarlar aynan ishonuvchan, shoshgan, qo'rqitilgan odamni qidiradi. Birinchi misol. Onaxon oyga 20 million 500 ming so'm pensiya oladi. Pensiya kartaga tushgan kuni do'konga boradi. Karta orqali 1,5 ming so'mlik oziq-ovqat oladi. Do'kon sotuvchisi terminal ishlamayapti, kartani 1 daqiqaga bering deydi. Onaxon kartani beradi, PIN kodni ham aytadi. Sotuvchi yoki yonida turgan boshqa odam kodni eslab qoladi. Keyin karta ma'lumotlari suratga olinadi yoki karta bir necha soniya nazoratsiz qoladi. Natijada keyinchalik pul yechib olinadi. Shuning uchun terminalda to'lov qilayotganda PIN kodni o'zingiz kiriting, kartani birovga bermang. Ikkinchi misol. Boboxon pensiyasini oladi, lekin uning eski kredit bo'yicha 4 million so'm qarzi bor. U kreditni eski gap deb o'ylaydi. Bank esa qarzdorlikni undiruvga yuborgan bo'lishi mumkin. Bir kuni pensiya tushadi. Ammo hisobida pul ko'rinmaydi yoki bir qismi ushlab qolingan bo'ladi. Boboxon bankka borib shikoyat qiladi. Bank esa ijro hujjati bor yoki shartnomada rozilik berilgan deydi. Bunday vaziyatda his-tuyg'u bilan emas, hujjat bilan ishlash kerak. Qaysi qaror, qaysi ijro ishi, qancha summa, qanday asos bilan ushlab qolinganini yozma ravishda so'rash lozim. Uchinchi misol. Pensioner opa telefoniga kelgan SMSni o'qiy olmaydi. Nabirasi kelganda ko'rsatadi. SMSda kartangizdan 300 ming so'm yechildi degan xabar turgan bo'ladi. Opa esa 2 kun oldin hech narsa sotib olmagan. Agar SMS xabarnoma bo'lmaganda, u bu pul ketganini oy oxirigacha bilmasligi mumkin edi. Demak, SMS xabarnoma pullik bo'lsa ham ko'p hollarda katta zararni oldini oladi. 4-misol, karta muddati tugagan. Kartaning ustida oy va yil yoziladi. Masalan, 0626. Bu 2026 yil iyun oyigacha amal qiladi degani. Muddati tugagan, kartaga ayrim operatsiyalar ishlamasligi mumkin. Pensiya hisobga tushishi mumkin, lekin karta orqali yechish imkoni bo'lmasligi ehtimoli bor. Odam bankomatga boradi. Karta yaroqsiz deb chiqaradi. U esa vahimaga tushadi. Bunday paytda eng to'g'ri yo'l bank filialiga pasport bilan borish va kartani yangilash. Birinchi nozik jihat. Pensiya kartaga tushgan pul bilan karta egasining boshqa pullari aralashib ketishi mumkin. Masalan, pensionerning kartasiga farzandi ham pul o'tkazadi, pensiya ham tushadi. Keyin qarzdorlik bo'yicha ushlab qolish bo'lsa, qaysi pul pensiya, qaysi pul boshqa o'tkazma ekanini ajratish qiyinlashadi. Shu sababli ayrim pensionerlarga alohida pensiya kartasini faqat pensiya uchun ishlatishni tavsiya qilaman. Boshqa o'tkazmalar, savdo-sotiq, qarz oldi berdisi uchun boshqa karta bo'lgani ma'qul. Ikkinchi nozik jihat, bank xodimi deb qo'ng'iroq qilgan odam bank xodimi bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy bank xodimi sizdan SMS kodni, PIN kodni, kartaning orqa tarafidagi maxfiy kodni so'ramaydi. Agar kimdir shuni so'rasa, u firibgar bo'lish ehtimoli juda yuqori. U sizni qo'rqitishi mumkin. Hozir kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz qaytib ketadi. Tez aytmasangiz pul yo'qoladi. Esda tuting, shoshirish firibgarning asosiy g'uroli. 3-nozik jihat ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar sog'lig'i sabab bankka bora olmaydi va farzandiga ishonchnoma beradi. Bu qonuniy yo'l, lekin ishonchnoma berishda nimaga ruxsat berayotganingizni aniq tushunish kerak. Faqat kartani olishgami, pulni yechishgami, hisobni boshqarishgami, muddat qancha, bekor qilish tartibi qanday? Agar ishonchnoma juda keng yozilsa, vakilsiz kutmagan ishlarni ham qilishi mumkin. Shuning uchun notariusda matnni o'qib, tushunmagan joyingizni so'rang. 4-nozik jihat. Bankomat yonidagi yordamchilar. Bankomat oldida keling, yordam beraman deydigan odamlar bo'ladi. Ularning hammasi yomon demayman. Lekin pensioner uchun eng xavfsiz yo'l bank filialining ichidagi mas'ul xodimdan yordam so'rashdir. Ko'chadagi begona odam PIN kodingizni ko'rsa, karta raqamingizni bilsa, xavf ortadi. Bankomatda PIN kod tarayotganda klaviaturani qo'lingiz bilan yoping.
Beshinchi nozik jihat. Karta yo'qolsa, kutib o'tirmaslik kerak. Ayrimlar balki uyda qolgandir, ertaga qidiraman deydi. Shu bir kechada kartadagi pul ketishi mumkin. Karta yo'qolganini sezgan zahoti bankning rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qilib bloklash kerak. Raqamni internetdagi noma'lum reklamalardan emas, bankning rasmiy sayti. Ilovasi yoki kartadagi hujjatlardan olish kerak. 6-chi nozik jihat. Qarzdorlik bo'yicha hamma ushlab qolishlar ham to'g'ri bo'lavermaydi. Ba'zan xatolik bo'lishi, eski qarz yopilgan bo'lsa ham tizimda ko'rinishi. Bir xil ism familiya sabab chalkashlik bo'lishi mumkin. Shuning uchun pulimni ushlab qolishdi. Demak, tamom deb o'tirmang. Yozma murojaat qiling, asosini so'rang. Hujjatlarni tekshiring. Agar noqonuniy bo'lsa, qaytarish yoki cheklovni olib tashlashni talab qilish mumkin. Birinchi qadam, kartangizni tekshiring. Karta muddati qachongacha? Kartada SMS xabarnoma ulanganmi? Bank ilovasi kimning telefonda turibdi? PIN kodni kim biladi? Agar PIN kodni sizdan boshqa odam bilsa, bankka borib yoki imkon bo'lsa bankomat orqali PIN kodni almashtiring. PIN kod tug'ilgan yil 1001, 1002da o'tibdir, 1000 bo'lmasin. Bunday kodlarni topish juda oson. Ikkinchi qadam. SMS xabarnomani ulang. Har bir kirim va chiqim bo'yicha xabar kelishi kerak. Agar pensioner o'zi o'qiy olmasa, ishonchli farzandi bilan kelishib, har oy pensiya tushgan kuni balans tekshirsin. Lekin bu yerda ham ehtiyot bo'ling. Telefon raqami pensionerning o'z nomida bo'lgani yaxshi, chunki bankdagi tasdiqlashlar ko'pincha telefon raqamiga bog'liq. 3-qadam. Hech kimga SMS kod aytmang. Buni qog'ozga yozib uyga ilib qo'ysa ham bo'ladi. Bank SMS kod so'ramaydi. PIN kod hech kimga aytilmaydi. Bu oddiy gap, lekin ko'p odam aynan shu sabab pulidan ayriladi. Agar qo'ng'iroq qilgan odam o'zini bank, pensiya jamg'armasi, soliq, mahalla hokimiyat deb tanishtirsa ham maxfiy kod aytilmaydi. 4-qadam. Pensiya kartasini alohida saqlang. Unga keraksiz joylardan pul qabul qilmang. Shubhali saytlarda to'lov qilmang. Begona ilovalarga kiritmang. Internetda sovg'a yutdingiz. Kompensatsiya oling. Anketa to'ldiring degan havolalar bo'lsa, karta ma'lumotlarini kiritmang. Davlat to'lovi yoki pensiya bilan bog'liq masalalarni faqat rasmiy tashkilotlar orqali tekshiring. 5-qadam. Agar pul yo'qolganini sezsangiz, darhol harakat qiling. Avvalo kartani bloklang, keyin bankka yozma ariza bering. Qaysi sanada, qancha pul, qaysi operatsiya bo'yicha yechilganini ko'rsatib, tekshiruv so'rang. Arizaning nusxasiga kirim raqami oldiring. Agar firibgarlik belgisi bo'lsa, ichki ishlar organlariga murojaat qiling. Kechiktirmang, chunki vaqt o'tgan sari pul harakati izini aniqlash qiyinlashadi. 6-qadam. Agar pensiyadan qarz uchun pul ushlangan bo'lsa, bankdan yoki tegishli ijro organidan yozma asos so'rang. Qaysi hujjatga asosan? Qancha summa? Qarzdorlik qachondan? Ushlab qolish foizi qancha? Men e'tiroz bildirsam, qayerga murojaat qilaman? degan savollarni yozma tarzda bering. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Hujjat bo'lsa, masalani yurist, mahalla mas'uli yoki tegishli tashkilot bilan hal qilish osonlashadi. 7-qadam. Agar pensioner bankka bora olmasa, qonuniy vakillik yo'lini tanlang. Notarial ishonchnoma kerak bo'lsa, uning matnini aniq qiling. Faqat pensiya kartasini olish, faqat ma'lum summani yechish, faqat ma'lum muddatga kabi cheklovlar qo'yish mumkinligini so'rang. Ishonchnoma bergan odamning harakatini ham nazorat qiling. Har oy chek, SMS, bank ko'chirmasini ko'rib boring. 8-qadam. Har oy kamida bir marta bank ko'chirmasini tekshiring. Ko'chirma orqali qaysi kuni pensiya tushgan, qaysi kuni pul yechilgan, qayerda to'lov qilinganini ko'rish mumkin. Agar pensionerning o'zi buni qila olmasa, ishonchli farzandi yordam bersin. Lekin yordam berayotgan odam barcha ma'lumotni bilishi shart emas. Masalan, balansni tekshirishga yordam berishi mumkin, ammo PIN kodni bilishi majburiy emas. 9-qadam. Karta yo'q bo'lsa yoki telefon yo'q bo'lsa, faqat kartani emas, mo'yban ham xavfsizlantiring. Telefon yo'qolganda ichida SMS'lar, bank ilovalari, kontaktlar bo'ladi. Darhol SIM kartani bloklash, bank ilovasidan chiqish. Kerak bo'lsa, bankka borib hisob xavfsizligini tekshirtirish kerak. Ko'p odam faqat telefon apparati yo'qoldi deb o'ylaydi. Aslida telefonda pulga kirish kaliti bo'ladi. 10-qadam. Qarindoshlaringizga tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta odamlar, men buni tushunmayman deb chetda qolmasin. Ularga oddiy qo'ylarni ayting. Kartani begona odamga bermang. PIN kodni aytmang, SMS kodni aytmang. Shubhali qo'ng'iroqda telefonni qo'ying. Bankka faqat rasmiy raqam orqali qo'ng'iroq qiling.
Bankomatda begonalardan yordam olmang. Men bu yerda vahima qilish uchun gapirmayapman. Karta orqali pensiya olishning yaxshi tomonlari ko'p. Pul tez tushadi, hisob aniq. Bankomatdan olish mumkin, naqd pul tashib yurish kamayadi. Lekin zamon o'zgardi. Ilgari odamning pulini cho'ntagidan o'g'irlashgan bo'lsa, hozir telefon orqali, SMS orqali, havola orqali, soxta xodim orqali o'g'irlashmoqda. Shuning uchun bilim eng kuchli himoya. Yana bir narsani alohida aytaman. Agar kimdir sizga pensiyangizni oshirib beraman, kartangizdagi blokni yechib beraman, bankdagi tanishim bor. Kompensatsiya chiqarib beraman desa va evaziga karta ma'lumoti yoki oldindan pul so'rasa, juda ehtiyot bo'ling. Haqiqiy davlat to'lovi va pensiya masalalari rasmiy tartibda hal qilinadi. Begona odamning va'dasi bilan karta ma'lumotini berish katta xato. Demak, pensiyani kartaga oladiganlar uchun asosiy yomon xabar shuki, kartadagi pulni himoya qilish endi faqat bankning vazifasi emas. Sizning ham kundalik mas'uliyatingiz. Firibgarlar ko'paygan, qarzdorlik va ijro masalalari bo'yicha kutilmagan ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Karta muddati, bloklanish, SMS kod, mobil bank kabi masalalar e'tiborsiz qolsa, pensioner jiddiy zarar ko'rishi mumkin. Bugun aytganlarimni yaqinlaringizga albatta tushuntiring. Ayniqsa yoshi katta ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiyasini kartaga olsa, ularning kartasi, SMS xabarnomasi, PIN kodi. Qarzdorlik holati, karta muddati va telefon xavfsizligini tekshirib qo'ying. Sizda ham shunday holat bo'lganmi? Pensiya kartasidan pul yechilib ketganmi? Karta bloklanganmi? Qarz sabab ushlab qolish bo'lganmi? Izohlarda yozing. Boshqalar ham sizning tajribangizdan xulosa qilsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta ogohlantirish bir oilaning bir necha oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.